yechib olinadigan protez tishlarni yaxshi va yomon taraflari. Birinchidan, protezlar chaynoq bosimini milklarga bergani uchun bu ideal yechim hisoblanmaydi. Ikkinchisi, umuman olganda noqulayligi. Ayrim hollarda yaxshi stabil qimirlamasdan turmagani uchun katta salbiy taraflaridan hisoblanadi. Uchinchisi, protezni materiali o'zi plastmassa bo'lgani tufayli oson shilinadi va notekisliklar hosil bo'lgandan keyin o'sha yuzada bakteriyalar rivojlanishni boshlaydi. Ayniqsa yechib olinadigan protezlarni ko'p hollarda yoshi kattalar taqqani uchun keksa bemorlarimiz har doim ham ideal toza tutmagani tufayli bemorga bakterial nagruzka hisoblanadi. Yana bir salbiy taraflaridan biri bu protezlarni yaroqlik muddati cheklanganligi, ya'ni 6-7 yilda milklari shakli o'zgargani tufayli yo boshqa sabablar tufayli protezlarni almashtirishga ehtiyoj bo'ladi. Ammo bitta narsani inobatga olish kerak, 6-7 yilda bir yangilab turgan protez narxi deyarli implant bilan tiklangan tishlarning narxiga to'g'ri kelib qoladi. Siz nimani tanlaysiz? Protezlarmi yoki implant bilan tish qatorini tiklashmi? Izohlarda fikringizni qoldiring.